Mana shu 3 xil giyohni ko'pchilik bilmaydi, lekin bo'g'im og'riqlari, suyak va oyoqlari qaqshab og'riydiganlar uchun eng foydali va eng mashhur giyohlardan. Bular sabenlik, o'rmon qora va qora andiz tomiri. Agarda siz bo'g'im og'riqlaridan qiynalayotgan bo'lsangiz, oyoqlaringiz qaqshab og'riyotgan bo'lsa, revmatizm, artrit kabi holatlardan qiynalayotgan bo'lsangiz, demak sizga mana shu 3 xil giyoh juda ham yaxshi yordam beradi. Chunki biz buni miqdorini tenglashtirib, maydalab juda ham ko'plab shunaqangi muammolardan aziyat chekayotgan klientlarimizga berdik. Effekti zo'r deb xursand bo'lib maqtashgani uchungina sizlarga ko'rsatyapmiz. Mana shu o'sha 3 xil giyohni maydalangan tayyor holati. Buni bir osh qoshig'ini yarim litr qaynagan suvga yarim soat damlab qo'yib, keyin o'shani suzib olib, kun bo'yi bo'lib ichasiz. O'zi buni biladiganlar ko'p ekan, ko'pchilik viloyatlarga dastavka qilib ber deyishgani uchun mana shunaqangi chiroyli qilib upakovkalab qo'ydik va sizlarni joyinglar qayerda deganlarga. Manzilimiz esa Yunusobod dehqon bozorida, mana 494-rasta sifatli ziravor, shunga qarab kelaverasizlar. Barcha turdagi giyohlarimizdan xarid qilishingiz mumkin.